Bolani ko'ta deb pampertni yechib olib kirib ketyapsiz. Sen sıkıp bolani yechishdan soat bo'ldi sekinlariga. Ha? Men donakening narsasini olib chiqaman. Ovqat olib chiqaman donakenimdan. Nimaga siz Imonani ko'ta deb pampertni yechib olib qizini ushlab o'tiribsiz? Uyalmaysizmi? Nimaga zo'rlamaysiz Imonani? Nimaga uyalmaysiz? Ishtonini yechib olgansiz. Sıkır. Ha? Nega bolani tashib ketding? Nega bolani ishtonini yechib qo'yib, o'zingiz ishtonini yechib oldingiz? Sıkır. Nisan bolani kelganga Donakenni so'ra, qani isot bo'ldi? Donaken ham biladi o'zi nisbat bo'lganini. Ha, uning nami bormi? Bolalaring ham Imonga qaramayapti. Ko'chada yuribdik. Nimaga siz ishtonini yechib oldingiz? Bir soat osh ketdi. Uyalmaysizmi bunaqa ish qilgani? Sıkır. Men hozir uchastkoga keladi aytaman men sizga shu qilgan qilig'ingizni. Sıkır. Uyalmaysizmi shuni ish qilgan? Tezpayni umuman bilmaganlar uchun Tezpay haqida ozgina ma'lumot berib o'tsam. Tezpay bu Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari. Tezpay orqali siz Rossiyadan turib yaqinlaringizni uz kartiga, Humo kartasiga, gaz suv svetlariga, telefonlariga va internet provayderlariga eng zo'r kursda pul yuborishingiz mumkin. Tezpay ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab olib, bemalol xizmatlardan foydalaning. Mehmon xalqimiz, men Inagan Maftuna Xalilullayevaman. 1992-yilda tug'ilganman. Yashagan mahallam Yashnobod tumani. Yashnobod tumani Tuzel, Donishmand ko'cha 4-uyda yashayman, Ibrat mahallasida. 2013-yil turmush qurganman, shar'iy nikohda bu yerda yashayman 10 yildan beri. Mirzaliyev Murodjon Ahmadjonovich turmush o'rtog'im bilan 10 yildan yashayman. 3 ta farzandim bor. 3 ta farzandimdan bittasi nobud bo'lgan, bulardan farzand ko'rganim. Bittasi birinchi turmushimdan bo'lgan. 3-chi farzandim nogiron, tug'ma nogiron, Inagan Imona Marjon qizi. 2017-yilda tug'ilgan. Bu qizim tug'ma nogiron, ko'rmaydi, yurmaydi, ushlamaydi, emilamaydi, gapirmaydi. Ovqat chaynashni bilmaydi. 2023-yil 2-iyul kuni bo'lgan voqeani aytib o'taman. Sizlardan yordam so'rab qolaman. Shu farzandimga iltimos qo'lingizdan kelsa yordam qilinglar shu bolamga. Bizga iltimos haqiqat qolib ketmasin, haqiqatni oshkor qilinglar iltimos. Boshqa sizlardan boshqa hech kimim yo'q, mehribon xalqim. 2023-yil kuni kechki tomon uyimizda, ya'ni shar'iy nikohda turmush o'rtog'im 2,5 kilo go'sht olib kelib, 3 kundan beri uyimizda janjal bo'lardi o'shanda. Shar'iy nikohda turmush o'rtog'im go'sht olib kelib, go'shtni bermasdan o'lchab, gramlab o'lchab, yemalaring deb haqoratlab, urishib, to'polonlar qilib, bolalarimni haqoratlab, bizlarni urib, kun kechirdik, mana kun kechiryotgandik. 10 yildan beri shu ahvoldamiz. Haydasa ko'chalarda qolamiz. Qish yoz farqi yo'q, qish kechasi bo'ladi farqi yo'q. Keyin shu turmush o'rtog'im bilan bo'lgan voqea 2023-yil kuni qo'shnimiz chaqirdi, ovqat beraman deb. Chunki bolalarimga guruch qaynatib beryotgandim makaron bilan. Qo'shnimiz chaqirdi, ovqat beraman dedi. Ovqatga chiqib 10 minutcha yo'q bo'ldi. 10 minutdan keyin uyga kirdim. Ya'ni o'g'lim aytdi, adam kelib ichib Imonani ko'tarib olib chiqib ketdilar dedi. Olib chiqib ketdilar, xonasiga olib chiqib ketibdilar. Nima bo'ldi deb kirib qarasam yig'layotdi. Kirsam, erim qirq-yalang'och, qizim qirq-yalang'och, bitta futbolkada, bitta dona naskida oyog'i. Pampers yo'q, o'tida sal tishtonlarigacha yechib olgan. Bolam buklanib, qishib yig'lab yotdi shu farzandim. Uni olaman desam bermadi. Bermasdan urib tashladi bizani. Zo'rg'a oldim bolamni. Olib chiqib Nedruki ko'z bilan uyga bolani xonasiga olib chiqdim. Nedruki ko'zim bilan ko'rsam, bolam osti qon bo'yotdi. Ya'ni qonagan edi. Qo'rqqandan o'likkaga murojaat qildim. Uchastko'ylarga murojaat qildim. Keyin qo'shnimni chaqirdim. Qo'shnim o'zi ko'zi bilan ko'rdi osti qonayotganini. Shokka tushib qoldim. Tushunmadim. Uchastko'ylarning boshlig'i keldi. Keyin chaqirganimda Said aka degani keldi.
menga baqirib ketdi. Maqsading nima bu yerda yashashdan? Ket bu yerdan deb haydadi meni. Ketgin deb aytgan edim-ku deb. Qayerga boraman dedim. Bolalarim bilan qayerga boraydim? Onam uyi bir xonali dedim. Sig'mayman onamga, kelayim bor dedim. Jiyanlarim bor dedim. Sig'mayman bolalarim bilan dedim. Tushuntirdim. Qaynim bor edi. Qaynim yonimga olib ketdi. Uchastko'ylar bilan o'zaro gaplashishdi. Uyda rasmlarga oldi, bunisini oldi. Xullas kalom. Ekspertizaga olib boring deb aytdim. Olib boring desam, ekspertizaga olib borib 3 ta joyga bordik. 14-birinchi bo'lib Tapochga, keyin 14ga, Banisaga, Raddomga, keyin Sampiga borishdi. Bittasi ham ko'rib bermadi. Sudimni eshitma ko'rib bera olmayman, taqib bera olmayman deb aytdi. Keyin Toshmida bor-u, Toshmiga olib boraylik deb aytganimni bilaman. Uchastkoyimiz ko'p vakillamagan, qizib o'tirgan menga, baqirib ketdi menga. Jamoliddin uchastkoyimiz o'zimizda, tumanimizdagi. Keyin dushanba kuni olib boramiz deb aytishdi. Dushanbani kutmasdan poliklinikaga shanba kuni chiqdim ertalabdan. Направление yozib berishdi. Направлениеda yozib berdi. Skoriy chaqirishdi. Skoriyda bordik. Skoriyga borganimizni bilaman. Sampiga bor, Sampida ochib ko'rdi. Ginekolog aytdiki, mayli ko'rib beraman, lekin xulosa yozib bera olmayman. Sudimni yeyish dedi. Xo'p, mayli opajon, qancha bu ko'rib bering, shu bolamni iltimos dedim. Chunki koti bilan o'tira olmayapti bolam. Siysa jirillab, qo'rqib har tomonga sudurga bo'lib chiqdi. Achib og'ridimi bilmayman. Keyin ginekologga ko'rsatganimizda ostini ochdi, ostini ochib qiz bolaligini ko'rmayman, lekin dedi ostida dedi kaplet tomirlar yorilib ketgandi. Yirtilib dedi. Yorilib ketgan dedi. Nima qilaman endi opa, nima qilaman endi shu bolamni desam, aytdiki, Rovodiga boring dedi. O'sha kun Rovodiga bordim, Badalboy Ulug'bek aka bilan ko'rishdim. Shunaqa dedi, uchastko'yim, mana shunaqa deyapti, o'zim gaplashib qo'yaman dedi. Bo'pti deb o'tdan qaytdim. Qaytganimni bilaman. Dushanba kuni borishimiz kerak. Dushanba kuni olib bordi. Olib borgandagi har bitta doktorlarga o'zi kirib chiqib keyin meni chaqira boshladi. Uchastko'yim. Uchastko'y keyin ko'rdi bolam. Doktorlar o'tdi, ekspertizalar ko'rishdi. Ko'rgandan keyin 3 kunda javob chiqardi dedi. 3 kunda emas. Juma kuni chiqadi dedi. Juma kuni boramiz desam, bormaymiz. Unda chiqar. Tergovchi oladi, u oladi, bu oladi deb cho'zdirdi. Cho'zdirgandan keyin dushanba kuni dushanbaga chiqadi. Dushanba kuniga bordim keyin. Boramiz deb telefon qilsam, ko'tarmadi. Keyin qilsam, vizitdaman dedi. Keyin telefon qilsam, bolangiz soppa sog'lom ekan, hech narsa emas ekan dedi menga. Keyin men aytdim, nimaga dedim, sen bu sog'lom chiqdi, hech narsa chiqmadi. Qiz pardasi ham joyida unutdim. Unda nimaga qon chiqadi ostidan bolammi deb so'radim. Ekspertiza xulosasini bering desam, bermayman dedi. Nega bermaysiz dedim. Desam, ariza yozib bersang keyin beraman, ariza yozmasang bermayman deb turib oldi. Bunda ham bermadi. Bolalarim bilan itdek kunni kechiryapmiz. Jon xalqim yordam bering. 3 ta bolam bilan. Qaynisinim, qaynopam, erim bir-biri bilan til biriktirishib, gaplashib, uy sotishib, foto propiska yozib, bittasi bolamni momjomiga. Uy sotishib, ko'chada qoldirishyapti ham hamda. Ko'chada qolishi ham mayli. Bolam bunaqa ahvolda qolib ketmasin, mehribon xalqim, iltimos yordam beringlar. Iltimos qilaman shu bolamga. Bolam bunaqa bo'lib qolmasin, nogiron-ku. Nogironlikdan qo'rqish kerak-ku. Allohdan ham qo'rqish kerak-ku. Qaynisining uyi sotib o'zini nomiga o'tkazib beraman deb aytdi. Har kuni o'shandan beri har kuni janjal uyimizda. O'sha kuni erim qochib ketdi. Shu bo'lgan voqeadan shu agar aytib bo'lmaganda borish kerak edi-ku. Bolam bilan uni qilmaganman, turib berish kerak, turmadi-ku. Qochib ketdi, haligidan kelgani yo'q, mana qochib yuribdi. U kuni keldi. Ha dedi. Qizingni buzib qo'yman, xotin bo'ptimi menga deb gapirib ketyapti. Timdan kulib, iltimos qilaman. Yordam qilinglar, shu bolamga bizga yordam qilinglar.
boshqa ilojim yo'q, sizlarga yordam so'rab chiqdim. Boru muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, Shavkat Miromonovich, yordam bering muhtaram prezidentim.